Makka Mukarramada ko'pchilik so'raydi. Haramga yaqin atrofda Madinaga, Riyodga, Jiddaga boradigan yo'l mashinalar bormi deydi. Inshaalloh shunaqasi bor. Juda ham yaqin masofada. Xo'p, ko'pchilikga mashhur bo'lgan 85-86 darvoza. Ko'rib turganingizdek, soat majmuasining yonida 4-hammom, shu yerdan o'ng tarafga qarab yuramiz. Yurganimizda bu yerda mashhur mehmonxonalardan Anjum mehmonxonasi bor. Shu yerga boramiz. Xo'p, aytib o'tganimizdek, haramdan kelishligimiz bilan mashhur Anjum mehmonxonasining shundoqqina tashqi qismida yengil mashinalar va Fordlar turishadi. Jidda, Riyod, Madinaga qatnashadi. Bundan tashqari va yana eng mashhur bo'lgan bekatlardan biri Jarval deb nomlanadi. Istalgan gastitsadan 20-25 riyol atrofida u bekatga mashina yetib olishingiz mumkin. U yerdan keyin istalgan manzilingizda, hattoki u yerda avtobusgacha bor. Muammosiz bemalol manzillaringizga yetib olishlaringiz mumkin. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, yaqinda keluvchi birodarlarimizga ulashib qo'yamiz.